Oxirgi 2 oy ichida blogimga umumiy 10 mingdan oshiq odam qo'shilibdi. Va bu videoda yangi obunachilarimga ozgina o'zimni tanishtirmoqchiman va video oxirida bitta muhim xabarni yetkazmoqchiman. Ismim Jahongir, yoshim 29 da. Qisqa qilib aytganda oshpazman. 14 yoshimdan shu sohadaman. Qandolatchilik va non mahsulotlari menga eng yaqin bo'lgan yo'nalishlar. Blogimda aynan shu yo'nalishda ko'proq kontent berib boraman. Faqatgina retseptlarni o'z emas, balkim shu kasbga qiziqishni oshiradigan va ilhomlantiradigan videolar olishga harakat qilaman. Blogimning asl maqsadi ham aynan shu. Tadbirkorman, Krem Bakery nomli pekarnyam bor. Shirinliklar va kruassanlar ishlab chiqaramiz. Ustozman, onlayn va offlayn formatdagi darslarim bor. Juda ham ko'p o'quvchilarim bor. Qadriyatlarimga keladigan bo'lsa, ishda men uchun eng muhimi jarayon. Agar jarayondan maza qilmasam, u ishni qilmayman yoki boshqa odamga topshiraman. Keyingisi ochiqlik va samimiylik. Meni kuzatayotgan auditoriya va atrofimdagi odamlar bilan imkon boricha ochiq va samimiy bo'lishga harakat qilaman. Menga yoziladigan eng yaxshi ko'rgan kommentim bu: sizni retseptingiz bo'yicha tayyorladim, uydagilar maza qilib yeyishdi. Yoki 14 yoshli o'g'lim sizni kuzatib oshpaz bo'lmoqchi degan izohlar. Bularni o'qisam maza qilaman, to'g'ri yo'ldaligimni sezib turaman. Eng yomon ko'rgan izohim bu: qilish qiyin ekan, undan ko'ra sotib olaman yoki osonroq retsept yo'qmi yoki voy shuncha dahmazasi bor ekan degan izohlar. Albatta bu har bitta odamning shaxsiy fikri, lekin men hech qachon hammada bittada o'xshab chiqadigan yoki atiga 4 xil masala ketadigan retseptlar bermaganman. Blogimning vazifasi ham bu emas. Nimaga? Chunki ba'zi retseptlarni tayyorlash uchun vaqt kerak, bilim kerak. Kruassan pishirish uchun kamida 8 soat vaqt kerak. Yaxshi achitqili non pishirish uchun 1 kun vaqt ketadi. Neapol pizzasining xamiri 2 kunda tayyor bo'ladi. Bu vaqt ichida juda muhim jarayonlar kechadi va bu vaqtni qisqartirib bo'lmaydi. Lekin tayyor mahsulot deb ko'rganingizdan keyin kutishga arzigulik narsa chiqqanini bekorga harakat qilmaganingizni tushunasiz. Agar blogimda berayotgan retseptlarim siz uchun qiyin bo'lsa, kuzatmasligingiz mumkin. Men xafa bo'lmayman. Internet oson retseptlarga to'la. Lekin agar siz menga o'xshagan kasbini fanati bo'lsangiz, yengilligiga ochiq bo'lsangiz, jarayonni ustun qo'yadigan bo'lsangiz, unda welcome. Blogimga xush kelibsiz. Ishonaman, bizga o'xshaganlar bu yerda juda ko'p.